Birdaniga belingizda og'riq paydo bo'lsa, darrov grija bo'lib qoldim degan xulosaga shoshilmang. Bu shunchaki bel muskullarining shamollashi miyozit bo'lishi mumkin. Afsuski ko'pchilik bu ikki holatni bir-biridan ajrata olmaydi va internetdagi noto'g'ri ma'lumotlar va o'zboshimchalik bilan davolanish natijasida muammo yana ham kuchayib ketadi. Shuning uchun bugun sizlarga miyozit va bel grijasini tushunarli va sodda tilda farqlarini aytib beraman. Miyozit o'zi nima? Miyozit ma'lum bir muskullarning yallig'lanishi yoki shamollashi. Miyozit ko'p holatlarda inson terlagan paytida konditsioner yoki ventilyatorning tagida qolib ketishi yokida sovuq suv ichishi, sovuq suvda cho'milishi natijasida ma'lum bir muskul guruhlarni yallig'lanish hisobiga kelib chiqadi. Va bu holatda birdaniga shu sohada kuchli og'riq paydo bo'ladi. Bel grijasida esa holat ozgina boshqacharoq bo'ladi. Bel grijasida umurtqalar o'rtasidagi disk shikastlanadi. Natijada disk shikastlanib tashqariga chiqadi va nervlarni siqib qo'yadi. Bunda nafaqat bel qismida og'riq, balki dumba, son va oyoqning boshqa qismiga ham tarqaluvchi og'riqlar va uyushishlar kuzatilishi mumkin. Birinchi asosiy farqi og'riqning tarqalishi. Miyozitda og'riq ma'lum bir muskul guruhlarda bo'ladi. Misol uchun, o'ng yoki chap bel muskullarida og'riq kuchli bo'ladi va harakatni o'zgartirganimizda, misol uchun egilganda yoki burilganda og'riq kuchayadi yoki susayishi mumkin. Grijada esa og'riq nerv yo'nalishi bo'ylab tarqaladi, ya'ni bunda oyoqning uchigacha tarqalishi mumkin. Odatda son va boldir muskullarida tortishish ham kuzatiladi. Ayrim bemorlar esa menda tuk urgandek og'riq sezildi degan shikoyatlar ham ko'p uchragan. Ikkinchi katta farqi bosib ko'rgandagi farq. Miyozitda shu og'riq bo'layotgan sohani qo'limiz bilan bosib ko'rganimizda og'riq juda ham kuchli bo'ladi. Chunki mushak taranglashadi va teginish ham og'riqli bo'ladi. Grijada esa aksincha. Belni bosib ko'rganimizda unchalik kuchli og'riq bo'lmasligi mumkin. Chunki asosiy muammo ichkarida, nerv siqilishi hisobiga bo'ladi. Uchinchi asosiy farq uyushish va kuchsizlanish. Bel grijasida oyoqlarda uyushish, jimirlash va kuchsizlanish holatlari kuzatiladi. Ayrim bemorlar uzoq vaqt yurganda oyog'i juda ham kuchsiz holatda bo'lishini sezadi. Va grija juda ham razmeri kattalashib ketganda yoki og'ir holatlarda oyoq muskullarida ozish holatlari, ya'ni kichirayish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Miyozitda esa odatda bunday belgilar kuzatilmaydi. Miyozitda asosan muskul og'riydi, lekin nerv bilan bog'liq bo'lgan og'riqlar va oyoqqa tarqaluvchi uyushishlar kuzatilmaydi. Yana bir muhim jihat vaqtida tekshiruvdan o'tish. Agar bel og'rig'i juda ham uzoq vaqt davom etsa, oyoqqa tarqalsa, kuchsizlanish, uyushish holatlari kuzatilsa, albatta mutaxassis ko'rigiga boring. Chunki ayrim holatlarda oddiy bel og'rig'i ortida juda ham jiddiy umurtqa muammolari yashirin bo'lishi mumkin. Ko'pchilik bu holatni o'tib ketadi deb yuradi, lekin vaqt o'tishi bilan nerv siqilishi kuchayib, davolash jarayoni qiyinlashadi. Shuning uchun erta tashxis juda ham muhim. Agar sizda ham bel grijasi, umurtqa pog'onasidagi og'riq, oyoqqa tarqaluvchi uyushishlar va har xil shu holatdagi muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, men Bahodir Ilhomovich ko'p yillardan beri shunday muammolar bilan aziyat chekayotgan bemorlarga yordam berib kelmoqdaman. Agar sizda ham shunday muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, biz bilan quyidagi raqamlar orqali bog'lanib konsultatsiya olishingiz mumkin.